Tabriklasanglar bo'ladi. O'zbekistonda yo'q, O'zbekistonda bir dona yagona mashinani o'zimga xarid qildim. O'zbekistonda yo'q, menimcha Markaziy Osiyoda ham eng zo'r superkarlardan biri. Mashhurlarning orzusi. Nima deb o'ylaysizlar, o'rtoqlar? Ochamiz ham, aka, ochaymi? Yo'q, Ko'rsataymi? to'xtang. Avval kutaylik. Obunachilaringiz qaysi mashinalarni topsin, ochamiz. Topadi deb o'ylaysizmi? Topishadi, ishonaman. Mashinani ko'ryapsizlar kattaligini. Nima mashina deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi topgan insonga sovg'am bor. Niyat qilgan akalarimizni videoga like bosamiz. Keyingi videoda qaysi mashinaligini sizga ko'rsataman. Men yana bir bor aytaman, bu sportkar. Albatta, ozgina bilaga yordam beramiz. Sportkar poygalarda ham ishtirok etsa bo'ladi va eng asosiysi Dubayda shahzodalari, eng mashhur boylari ham Bugatti, Ferrari'dan ko'ra ham Aytib qo'yasiz, aytib qo'yasiz. Unda kommentariyaga yozinglar. Akalim kelib. Давайте, kutaman.